Nolay brendining intim liniyasiga obzor. Birinchisi bizda mineral yog', silikonsiz qizlar. Depilyasiyadan keyingi qizarishlar, achishlar bo'ladigan bo'lsa, shu yog'ni ishlatasizlar. Plus bu tuklarni sekin-asta kamaytirib berishga ham yordam beradi. Intim zona uchun atir qizlar. Spirtsiz, achishtirmaydi, qizartirmaydi. Hidiga keladigan bo'lsak, men buni qora atirgul deb tasvirlagan bo'lar. Nimaga? Atirgulli hidi bor, lekin sablaznительный qizlar. Wow. Hidlaganingizda o'tkirroqda, sepganingizda o'ziga tortadigan hid. Atirgul вообще zo'r hidi. Qizili toraytiradi, sarig'i oqartiradi. Ishlatishdan oldin ochib, essensini ichiga quyib olasizlar, keyin ishlatasizlar qizlar. Bittasi qizili toraytiradi, sarig'i oqartiradi. Mana bunaqa penka sifat bo'ladi qizlar. Bunaqa penka sifat bo'lib chiqadi. Silikonsiz lubrikant qizlar yopishqoq emas, naturalniy feeling beradi, ya'ni naturalniy chувствоlar beriladi. Hidi yo'q, вообще hidi yo'q qizlar. O'zingizlar bilasizlar buni qanaqa ishlatish kerakligini. Agar bilmasanglar, direktdan yozsanglar, to'liq konsultatsiya berib o'tamiz. Hamma narsasi nalichida bor. Zakaz berish uchun direktdan murojaat qilinglar.